Assalomu alaykum hormaylar. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar, bugun Chinoz baliq bozori Dudlangan tarafga o'tdik. Dudlangan baliq yaqin tanishtiramiz. Ekran uzoqlashmadi, layklarni o'shkina kamida qoldirsa boshladik. Mana sirob aka, to'qara aka. Bu qanaqa baliq shep? Tasolo baliq, xudo xohlasa. Necha kiloliklar bular? 6 gram. Narxi qanaqa bo'ladi? İşte 25. Ikkitasi 25 ming, to'g'rimi? Hozir 12,5 mingdan. Ko'proq olsa, kamroq olsa kelishar joyi bor. Bitta to'g'ri nechta bo'ladi mana shu to'g'rida? 30 ta 40 ta to'g'ri bo'ladi. Hammasi mana shu. Bu yoq shunaqa narxmi? Narxlar o'zgaradi bu yoqda. 10 ming, ikkita 15. Bular ikkitasi 10 ming, 5 mingdan. Yok 10 ming. 10 mingdan 20 ming ikkitasi. Bular İşte 15. ikkita 15, 7,5 mingdan. Gap yo'q. Bunisi-chi? Bular sazan. 15 ming. Donasi 15 mingdan. O'sha sveji qilingan, cho'tki. Xudo maza qilib yeganlar mana shu Chinoz baliq bozorida. Ismingiz kim do'stlar? Ismingiz kim siz? Murabbos. Murabbos ushlasanglar, ukamizda baliqda sazani ham, tasulubi ham, grammlari har xil, razmeri ham har xil, narxi ham har xil. Kelib bemalol savdo qilsanglar bo'ladi. Uka, bitta savol. Qiziqqanlarga telefon raqam qo'yamizmi? Kelib shet savdo qilsin. Savdoni shetda qilasizlar, kelib ko'rib tanlab olasizlar. To'g'rimi? Murabbos sarsamanglar savdolarimizni kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Bu yoqda ham mana. Bu tasolobi sizning? Tasolo baliqlari xudo xolasa. Necha grammlik bular? Ikkitasi 25 ming so'mdan. To'g'rimi? 12,5 mingdan. Bular kattaroq. 25 mingdan. Bular 25 mingdan. Oho, mana ko'p ekan bu yerda. Jam bitta o'g'irda nechta bor? 100 ta bormi? 80 talar bor, mana ko'ringlar. 25 mingdan arzon bo'lgan joyi bor ozgina, kelishgan joylar. Bo'ldi. Savdo o'zi qilaverasizmi? Qiziqqanlarga, masalan, Dudlangan baliq olaman deb dastavka qilsa bo'ladimi? Yo'q, faqat savdo shetda bo'ladi. Yo'q, dastavka ham. Masalan, telefon raqamini qoldirasizlarmi? O'zingizni bering, masalan, telefon qiladi. Mana shunaqa baliq kerak menga 10 ta, 20 ta, 50 ta narxini eshitasiz mana. Ikkitasi 25 ming, to'g'rimi? Mana bu kattalari 25 mingdan o'zi. Ayting nomeringizni. Xo'jayin nomerini ayting. 97lik. 537 53 ismlari kim? Asror. Asror aka aloqa chiqasizlar. Asror aka aloqa qilsanglar, baliqlarni ko'rib, mana bular qanaqa narx? Bular 35 ming, 40 ming, 50 ming deydi. 35 ming, 40 ming, to'g'rimi? Mana kattaroq ekan bular o'zi. Mana bunisi 50 ming, bu kattaroq 50 ming. Mana ko'ringlar, narxini olib. Mana. Demak, o'zingizlar ko'rib, xudo xolasa bemalol aloqa chiqinglar, Asror aka aloqa chiqasizlar, telefon raqam qoldiring. Pulini oldindan olasiz. Plastik kepchada keyin savdo qilib, bunaqa narsalar yo'q. Berib olib, aldab ketish yo'q. Ro'za ro'mon ko'tarildi. Sinib charchamay savdongizni bersin, kuningiz xayrli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hormaylar. Bu Afrika laqasi kattasi ekanda. Bu qancha narxi? Bu narxi 150 ming so'm mana. Xohlasanglar aloqasi bilan ketaverasiz, savdo bo'laveradi. Bu necha kilolik bu? Jam 7-8 6-7 kilolik bo'lsa, katta sanaqa ekanda. Ko'ringlar, kattasi ekan. Bo'ldi, aloqa qilsanglar bemalol savdo qilsanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar, baliq savdolari. Faqat to'g'ri niyatda aloqa chiqarsa aldash yo'q. Charchamanglar, sog' bo'ling, savdolarimiz kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum hormaylar. Mana duxlayotgan kelinimiz bor mana. Duxlar juda baland. Savdo ham zo'r qiladi, xudo xolasa. Savdo konkret savdo bo'ladi. Puli bo'lib keladi, sanadi. Bu Afrika laqasi, to'g'rimi? Narxi qanaqa bo'ladi? 120 ming. 120 ming so'm, xudo xolasa. Mana qanaqa baliq ham bu? Cho'rtan baliq. Cho'rtan baliq Dudlangan qancha narx? 20 ming. 20 ming bo'ldi. Tasolob 10 ming a? Bu 10 mingdan ham bor, xudo xolasa. Mana bunisi. Afrika laqani kichkinasi. 40 ming so'm gap bo'lsin. Mana buni kerak. 20 ming. 20 ming. Hurmatli akalar, mana bu anaqami? Lish. Qancha bu? 3 mingdan. Turishi 3 ming so'm. Eshityapsizlar, haqiqiy bugun narx, real narx. Keyin savdoni zo'r qiladilar. Bemalol kelib savdo qilishinglar mumkin, faqat naqd pulda. Mayda juda bo'lmaydi, konkret degan gapirishadi. Charchamay, sog' bo'ling, savdongiz kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum hormaylar mana. Bu qanaqa baliq ekan? Sazanning kattasi ekan-a? Vodiy sazandan qilingan, Dudlangan zo'r, kattasi. Narxi qanaqa bo'ladi? 150 ming so'm, to'g'rimi? 150 mana yonida bitta olib ko'rib, katta ekan-a? Gap yo'q. Ko'proq olsa kelishgan joylari bor, hamma baliq, to'g'rimi? Bu qanaqa baliq ekan? Messi, o'zimiz Messi laq. Ha, bo'ldi. Messi laqqamiz mana. Ham katta bordir bu. Uzr. 1,5 metr oshiq ekan, yarim metr bor. Narxi qanaqa bo'lyapti? 100 ming, 80 ming. Bunisi 100 ming, bunisi 80 ming. Tasolob Mayda chala 15 ming. mana bu esa bo'lib turgan. Qanaqa baliqlar bular?
Katta bulut kilosi 150 mingdan qilib berasizlar. Pyostra baliqlar aralash ekan, mana ko'ringlar, 150. 140 ming qilib beradi. Chiroyli qilib berishadi. Keyin charchaman savdoda kuningiz xayrli bo'lsin. Mana bu yoq baliq o'tamiz. Assalomu alaykum. Mana baliqni zo'rlari ko'ringlar. Bu o'zimizni bovlar. To'g'rimi keling? Krasnoyarka deb yoziladi. Ha, ko'zne pyorka degan. Narxi qanaqa bo'lyapti? 2000, 3000. 2000, mana bu 3000. Bu 1,5 ming. Mana 1,5 mingdan ham bor. Gap yo'q. Chinoz baliq bozorida mana bunaqa baliqlarni ko'ringlar, tomosha qiladigan baliqlar mana. Kela maza qilasizlar lekin mana. Gap yo'q. Bu 1,5 ming so'm, 3000 so'm, 2000 so'm. To'g'rimi kerak? 3000, 2000. Bo'ldi. Ko'ringlar. Mana bu qancha bo'pti? 20 ming. 20 ming. Tasavvurmi bu kerak? Charchaman sog' bo'ling, savdongiz kuningiz xayrli bo'lsin. Mana qarang, turishini qarang, go'zalligini. Bu ham kiyosni pyorka, faqat bu shabada quritilgan, tuzlangan-da bu. Bo'ldi. Tuzlanib, o'sha ta'mi zo'r. Mazasi zo'r joyida mana. Bular ichagi bilan. Bu qancha narx? 5 ming. Bu 5000 so'm. Bular 150-200 grammli, 300 grammli. 200 gram. 200 grammli. Bular qanchada? 3 mingdan. 3000 dan. Bo'ldi. Bular 3000 so'mda mana bular mana. Mana bular qancha bo'ladi? 100 tasi, ichida 100 ta bo'ladi, ha? 60 ming. 60 ming. Mana shuni ichida, hurmatli aka, mana ichida 60 100 ta bo'ladi. Mana shu turishi 60 ming so'mdan. Bular baliq mahsulot qilingan palichka deydi buni. Mana ko'ringlar. 100 tasi 60 ming so'mdan mana. Assalomu alaykum, hormaylar. Keling, mana bular qancha bo'lyapti sizlarda? 1000 so'm. Aniq narx kerak bizga. Buni egasi yo'q ekan. Assalomu alaykum, hormay. Bu yoqda ham, bu tomonda ham bor ekan. O'tib tomonga mana taxlab qo'yishgan, xudo xohlasa. Bu qancha bo'lyapti keling bugungi narxi? 1,5 ming so'm kelishgan joylari bor. Bu yerda jami nechta bir tog'orada? 400 ta. Bu bo'g'la. Mana bu lish. Qancha bo'lyapti? Mana bu lish qancha bo'lyapti? 5 mingdan. Mana bu jirik degansiz. Bu qanchadan? Mana buni kilosi 100 ming so'm. Gap bu belimi? Bel qismi asosan. Uskovoy bo'ldi. Mana bular nima kerak? Nima? Mana bu ichkalari ham boshi shabada quritilgan. Ana ikkilalari bor. Ikkilalari bor, mazasi zo'r. 1000 so'mdan. 1000 so'mdan ham bor mana, 1000 so'mdan baliq bor. Dudlangan, shabada quritilgan. Bular 15 ming so'm. Tavsiya va keling. Yo'q, o'tam, bu ham kattaroq sal. Yo'q, bir xilmi hammasi? Oxirgacha bir xilmi? Havas 15 mingdan tanlab olaversin-a. Gap. Kelishgan joylari bor. Ko'proq olsa, ha? Kelishib berish chiroyli qilib. Gap, ko'ringlar, o'zi tomosha qiling. Gap. Savdo bo'ldimi, ketdimi? Ketdi, dama. Assalomu alaykum. Sotildimi? Ha, bo'ldi. Charchamanglar.